Ke oğlum. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Yaxshi ko'rgan ovqatingni tayyorlab edim. Qornim to'q edi ona. Rosa charchadim. Men kirib uxlay. Senga bitta savolim bor. Shu ishxonangda soatiga nech pul to'lashadi senga? Ona, charchadim deb turibman-ku. Ertaga gaplashib qolaylik. Yotib uxlasangiz shundan ko'ra. Mana. Al. Onajon, sizdan uzr so'ramoqchi edim. Kecha ishdan charchab kelgandim. Qattiq gapirdim shekilli. Soatiga nech pul olishingni aytmading-ku bolam. Soatiga nech pul topishimni o'zim ham bilmayman onajon. Lekin hozir ishga kech qolib boradigan bo'lsam, 300 ming shtraf to'lashim kerak bo'ladi. Menga 100 ming berib tura olasanmi? Voy. Onajon, shuni vaqtliroq etmaysizmi? Mana. Endi men bora qolay. Shoshma, o'tir. Mana senga pul 300 ming bo'ldi. Men bilan biroz o'tir. Seni juda ham sog'inganman. Keyingi hafta pensiya olaman. Yana 300 ming beraman. Bir soat mazza qilib gaplashib o'tiramiz. Kechikib borasan.